Bir neçə gün ilgari Şərqi Türkistanның ma'lum rayonida Uyg'urlarning traktorga besilib hashir deb atilgan majburiy emgakka elib ketilgan vaqtdagi ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda tarqaldi. Xitoy ijtimoiy taratqulardan tarqalgan suratlarda cho'ng traktorga tixma qilib besilgan, yuz ko'zlari to'pa besib ketgan 50 dan ortiq Uyg'urning etiz bo'yidan o'tib ketayotgan ko'rinishlari ko'rsatilgan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, harg'in chiroy va umidsiz ko'ringan bu kishilarning yerimning ko'pragi ayollar edi. Xitoy ilgari Sharqi Turkistonning mundaq tuzumning yo'qligini jakarlagan bo'lsa-mu, doiralar turli usullar bilan Sharqi Turkiston xalqini bostirish harakatini tezlatyotdi. Bir tarafdan siyosiy tarbiya orqali Uyg'ur xalqining mingsini yuyib, yana bir tarafdan ularni majburiy emgak orqali jismoniy jihatdan xo'rlamoqda. Angliyaning 150 nafar parlament a'zosining qo'l qo'yishi bilan Angliya hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligiga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirilgan murojaatnoma 19 noyabr kuni bosh ministr Boris Johnson hukumatiga topshirib berilgan. Yahudiy xabarlari gazetasining xabar qilishicha, bu murojaatnomani Angliyada Uyg'urlar masalasiga diqqat tortishda aktiv rol olib kelayotgan Konservativlar partiyasining a'zosi Nusrat G'ani topshirgan ekan. Murojaatnomada Angliya parlamenti va hukumati Uyg'ur diyoridagi kishilik huquq dafsandichilikka qarta mustaqil xalqaro tekshirish olib berish, davlat va davlat sirtidagi javobgarlarni jazolash va vahshiylikka qulaylik sharoit yaratib bergan shirkat va shaxslarni cheklash qatorliq talablar o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur murojaatnomani Yahudiy xabarlari gazetasi Reyna Kesin saxovat jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani qatorliqlar birlikda tayyorlagan. Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bosh kotibi Nuriddin Izbasar boshchiligidagi vakillar o'miki Indoneziyaning Anqarada turishliq bosh elchisi tomonidan qabul qilindi. Uchrashda vakillar o'miki Indoneziya hukumatining bu davlatda jazo muddati to'shgan 3 Uyg'urni Xitoyga topshirib berishga bo'lgan noroziligini va ularning oqibatiga bo'lgan andishalarini o'ttirg'a qo'ygan. Hay'at yana Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharqi Turkistonning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlar uchirgan irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot bergan. Indoneziya bosh elchisi Lalu Muhammad Iqbal Indoneziya hukumatining bu xil voqealarning yuz berishining oldini olish uchun hukumat amaldorlariga Uyg'urlarning bu masaladagi sezgurligi va umidini yetkazganligini bildirgan. Indoneziya hukumatining bu yil sentabrda Xitoyning talabiga binoan 3 Uyg'urni chegaradan qo'g'lab chiqarishi xalqaro matbuotlarda zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Amerikada yangi prezidentning vazifaga kelishiga faqat 10 hafta vaqtli qolgan bo'lsa-mu, Amerika taratqullari Trampning iste'fo vazifa muddati to'shishdan burun Xitoyga qarshi bir qator qattiq siyosatlarni o'ttirg'a qo'yishidan umid borligini, bu orqali Baydenning vazifaga o'ltirgandan keyin Xitoy siyosatini o'zgartirishning oldini oladiganligini xabar qildi. Amerika taratqusi Akiyosning maxsus doklatiga qaraganda, Amerika prezidenti Tramp Xitoyga munosabatlik masalalar to'g'risida bir qator qattiq qonun loyihasini ma'qullashi mumkin. Tramp hukumatining yuqori darajalik amaldorlari Akiyosga Trampning o'zining Xitoy masalasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatishini umid qiladiganligini oshkorladi. Bu doirada ismini oshkorlashni xohlamagan Tramp hukumatining yuqori darajalik amaldori Akiyosga mundaq degan: Tramp taxtdan tushishdan ilgari Sharqi Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquqi daxl taruz qilish, Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solish sababli tېخىمۇ ko'p Xitoy shirkatlari, hukumat tarmoqlari va amaldorlarga jazo yurgizadi. Oqsaray davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Oliyot Akiyosga agar Xitoy harakatini o'zgartmasa va xalqaro so'rovlarda mas'uliyatchan davlatga aylanmasa, kelgusidagi Amerika prezidenti hushyorligini o'stirib, prezident Trampning vazifa o'tash jarayonida Xitoyga qarshi o'ttirg'a qo'yilgan tarixiy siyosatlarni o'zgartmasligi kerak. Yevropa İttifaqıga a'zo davlat rahbarlari 2021 yildan 2027 yilgacha bo'lgan 1 milliard 800 million yevroluk xomchot va Xitoy virusining iqtisodiy oqibatiga qarshi tayyorlangan asliga keltirish programmasida birlikka kelolmadi. Yevropa İttifaqıga a'zo 27 davlatning rahbarlari bilan o'tkazilgan sin yig'inidan keyin Yevropa İttifaqı kengashining raisi Charles Michel va Yevropa İttifaqı komitetining raisi Ursula von der Leyen muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi.
Vengriya bilan Polsha Yevropa ittifoqining mablag'ini qonun bilan idora qiladigan mexanizm sababidan kelgusidagi xomchot va qutqizish planini rad qilgandan keyin Mishel a'zo davlatlarning birlikda harakat qilishi kerakligini, bu planning Yevropa iqtisodining asliga kelishida intayin muhimligini aytdi.